Dasturimiz davom etadi. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Navoiy Uran davlat korxonasi tomonidan insonparvarlik namunasi bo'lgan navbatdagi ezgu tashabbuslar amalga oshirildi. Hozir shu haqda. Navoiy Uran davlat korxonasi rahbariyati tomonidan ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan nogironligi bor va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarni har tomonlama ijtimoiy iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Mehr, e'tibor va yaxshilikka muhtoj qalblarga nur ulashish maqsadida nogironligi bor va jismoniy imkoniyati cheklangan 50 nafar konimehlik bolajonlar va ularning ota-onalari uchun tarixiy Samarqand shahriga tashkil etilgan turistik sayohat ham ayni tashabbus sirasiga kiradi. Bu kabi loyihalar nafaqat moddiy, balki ma'naviy ko'mak ko'rsatishni ham maqsad qilgan. Bugungi sayohatimizdan nogironligi bor shaxslarimiz ko'pchiligi birinchi marta kelishi ekan Samarqand shahriga, juda ham xursandliklari cheksiz. Bu uchun biz albatta Navoiy Uran davlat korxonasi jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki bu korxona nafaqat bugungi sayohatni uyushtirishda, balki ana shu nogironligi bor yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga yaqindan ko'mak berib kelayotgan davlat korxonasi hisoblanadi. Masalan, nogironlar jamiyatini muammosi bo'yicha aytadigan bo'lsam, qaysi a'zomizni nima muammosi bo'lsa, yaqindan yordam berishga harakat qiladilar. Ijtimoiy sohada bo'ladimi, iqtisodiy sohada bo'ladimi yoki ularni ma'naviy, ma'rifiy qo'llab-quvvatlashmi, har bir sohada bizda yaqindan ko'makdosh bo'lib kelmoqdalar. 1064 nafarlik nogironlik bor a'zolarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu Konmeh tuman ko'zozlar jamiyatimizda bizani 137 nafar ko'zoziz a'zolarimiz bor. Shundan 14 tasi yosh bolalar, 123 tasi yosh kattalar, 18 yoshdan yuqorisi. Bizani mana shu ko'zozlar jamiyati a'zolarimiz bizlar tarafimizdan mana shunday sayohatlar uyushtiramiz yoki bir qanaydir tadbirlar uyushtiramiz yoki mana bu bayramlarda shaxmat-shashka to'garaklarimiz bor. O'sha shaxmat-shashka nimalarni, musobaqalarni uyushtiramiz. Bizlarga ana shunday vaqtda homiylik yordamlari bilan ishlaganimiz uchun homiylik yordamlari kerak bo'ladi. Bizlarga asosan shu Navoiy Uran davlat korxonasi asosan shular yordam qiladi. Avvalambor shularga hammasiga ishchi xodimlardan tortib boshliqlarigacha juda katta rahmat. Agar homiyliklar bo'laversa, bizlar shunday sayohatlarni uyushtiramiz, shunday musobaqalarni uyushtiramiz, shunaqa tadbirlarni uyushtirib, iloji boricha shu jamiyat a'zolarimizga qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan. Sayohat davomida ziyoratchilar qadimiy Registon maydoni, Hazrati Xizr masjidi, Boqiy shahar kabi tarixiy va zamonaviy maskanlarga tashrif buyurishdi. Har bir qadam ular uchun yangi taassurot, yangi hislarga boy bo'ldi. Farzandlarimizga bunday imkoniyatlar yaratilayotgani biz uchun juda katta qo'llab-quvvatlash. Ular ham boshqalar kabi sayohat qilib, dunyoni ko'rishga haqli deyishmoqda, ota-onalar ham. Navoiy Uran korxonasiga katta rahmat. Mana shunday nogironlarga e'tibor berganligi uchun kattadan katta rahmat. Har yili sayohatimiz bor, Xudoga shukr. Mana bugun Samarqandda biza hamma joylarni aylanib, ovqatlanishlari, hamma narsasi joyida. Katta rahmat. Taassurotlar zo'r. Samarqand sayohati juda chiroyli o'tdi. Juda ham registonlar boshqacha, mana yangi Samarqand City'ni ko'rdik. Juda ham chiroyli. Tashkillashtirganlarga, xususan Navoiy Uronga, Konmeh tuman nogironlar jamiyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Tashkilotimiz tomonidan har yil shunaqa sayohatlar tashkil qilinadi. Shu kuni korxona rahbariyati tomonidan sayohatchilar uchun maxsus tushlik ham tashkil qilindi. Har bir ishtirokchi o'zini e'tiborda va qadrda ekanligini yana bir bor his etdi. Shuningdek, sana munosabati bilan Konimeh tumanida Navro'z, Yuksalish, To'qqiztepa, Sho'rtepa, Birlik va Sho'rko'l mahallalarida istiqomat qilayotgan, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oilalar farzandlari va nogironligi bo'lgan bolajonlar uchun bayram shirinliklaridan iborat dasturxon yozildi. Bayram tadbiri davomida ularga o'quv qurollari iborat sovg'alar tarqatildi. Ertak qahramonlari ishtirokida turli ko'ngilochar tomoshalar tashkil etilib, unutilmas kayfiyat ulashildi. Tadbir so'ngida o'yin maydonchasi bolajonlar ixtiyoriga berilib, undan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi.